Şu ko'rib turgan Spark'larınız satılады. Yılı 2017 yıl. Hem özü taza bolsun, yılı da yaxşı bolsun. Hem maşin zor bolsun, pulları da arzon bolsun degani uchun bu mashinamiz bo'ladi. Bunun yurgani 196 ming kilometr yurgan. Ikinci pozitsiya maşinlar şaxla qo'yilgan üstüne mejigar signalizatsiyalar. Kraskisi bir detalda pitno var. Teşkirtirib ko'rib olaverasizlar. Bunun bahasini arzon qo'yib qo'ydik. Bahası 65 milyon so'm aytib turibmiz. Üstünde azmas kelishtirib beramiz. Azroq üstünde qaytib kelishib beramiz. Loboy mashinada teşkirib ko'raverasizlar. Bozordan ham arzon qo'yib qo'yibmiz bahalarni. Solishtirib ko'rib olaverasizlar mashinada. Mashinaning holati zo'r. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosib qo'yinglar. Egasining telefonini ekranga qo'yib qo'yamiz. Mashin Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida turibdi. Bundan ham arzon mashinalar qo'yishda davom etamiz. Kanaldan uzoqlashmanglar.